Menimcha 95% o'zbek treyderlar tillada ishlaydi. Hozir trenddagi mavzu bank manipulyatsiyasi. Xo'p, qisqacha tushuntiraman. Bank manipulyatsiyasi bu treyderlar va ayniqsa ICT metodologiyasida juda muhim tushuncha. Bu atama orqali katta institutlar, ayniqsa banklar, market makerlar va likvidlik provayderlari qanday qilib bozorda oddiy treyderlarni chalg'itib, o'z foydalari uchun narxni boshqarishini anglatadi. Shu joyga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bank manipulyatsiyasi nima? Yirik banklar bu bozordagi eng katta o'yinchilar. Ular trillionlab dollarlar bilan savdo qilishadi. Trillionlab dollarlar bilan. Hozirgi tushuncha bo'yicha manipulyatsiya degani ular narxni sun'iy ravishda yuqoriga yoki pastga harakatlantirib, omma treyderlarni tuzoqqa tushiradi, keyin esa asl harakatni boshlaydi. Aytaylik, bozorda ko'pchilik narx pastga tushadi deb o'ylayapti va sell orderlarini joylashtirdi. Banklar avval narxni sun'iy ko'taradi, odamlar trend o'zgardi deb o'ylaydi va buy order ochadi. Keyin esa birdaniga katta hajm bilan narxni pasaytirishadi va hamma zarar ko'radi. Banklar esa pastda yig'ilgan likvidlikni yig'ib foyda qiladi. Bu stop losslar atrofida bo'ladigan liquidity grab yoki stop hunt deyiladi. Bank manipulyatsiyasi haqida qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Endi hisobingizga $10 soling-da banklarga qarshi savdoni boshlang. Axir siz Gerkulessiz.